O'zgidrometologiya markazi ertaga 24-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'z viloyatingizda, o'z shahringizda bir kun oldin va bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilish uchun videomiz tagidagi like tugmasini bosishni unutmang va sahifamizga obuna bo'ling. Respublikamizda havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 22-23-iyulda 30-35 daraja, 24-25-iyulda 32-37 daraja bo'ladi. Joriy yilning 22-25-iyul kunlari O'zbekiston hududida asosan quruq va iliq ob-havo kuzatiladi. Faqat ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet e'lon qilgan ob-havo prognozi ma'lumotida keltirilgan.